Angreliklarga muncha ham mazza, hamma do'konlar 50% skidkani qilgan. Shu qatorda Sarpo do'koni ham o'zini mavsumiy kiyimlarga 50% skidkani e'lon qildi. Angrelik ayollar ko'pchiligi biladi, Sarpo do'koni faqat brendli kiyimlar sotadi. Max Mara, La Sagrada, Bitcoin. Masalan, mana shu egnimdagi paltoyim Max Mara'niki bo'lib, eski narxi $280, hozir yangi narxda esa $140. Ustimdagi polo paltoni chiroyligini qaranglar. Markiza firmaniki ekan. Materiali naturalniy alpaki. Men bu nimcham Bitcoin firmadan eski narxi $130, hozirgi narxi $65. Yana qaytarib o'taman, mana shu yerda turgan barcha mavsumiy kiyimlar 50% skidkada. Aksiyamiz 3-fevraldan 14-fevralgacha davom etadi. Barchalaringni Sarpo do'konida kutib qolamiz. Shoshilamiz. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, shundoq orqamda Tanho do'koni, yonimda esa Malishop, o'rtada Sarpo do'koni joylashgan.